Közlerimni yumup aşkıca Hoca Muhammed Közlerimni yumup aşkıca Ötüp ketdi talay kabristan Yeşil kuşlar uçtu lapildep Kol uzutup kaldı zimistan Qancha bahar yargı tesadduq Qancha guldan uzudu bahar Qancha kecha tonglardan yo'ruq Qancha kunduz zulmat beg'ubar Sukut qildim tog'lardan qattiq Suyib qo'ydi bulutlar pastlab Chiliq yomg'ir ichida Qurib ketdim yor seni aslab Bolusun Üzrayımı bilen Dili Tüyüsün Dilrayımı bilen Seni söyay Üzmeylimi bilen Her gizimi Bulmasın Bu mecbur bilen Seni söyay Üzmeylimi bilen Her gizimi Bulmasın Bu mecbur bilen Muhabbet Dönemez yanı çocuğunu Muhabbet Pol emez Yolda açkunu Bu gönlüm Toşemez Zorla tutangunu Muhabbet Mal emez Pulga satkunu Hammalarga xayrli sahar, qanday ahvolinglar, yaxshi turibsizlar? Oldin qitimliq vlogimizda men o'sha Salchilar degan romanninki bir qismini anglagandik. O'ldirki 4 cho'ng mazarning 2 cho'ng mazarni anglagandik. Bugun bo'lsa shuni oxirini anglab o'taylik. Undan so'ng men hozir nashtalar qilgach, o'sha qilib qolgan 2 cho'ng mazarni anglaymiz. Men bu romanni anglab tugitib bo'ldim. Ahırımı acayip peyzken bu romanınki keyin tarafları bulup şu salçılarının hikayeleri tasvirlengen, hayatı tasvirlengen misyalar bek peyziyelerken. Çöl şamili pakar özgen ot çöplerinin yopurmaklarını suyup ötetti. Koyaş teptede kızıgan taşlarının üstüde keslemçükler gılpal közgecilik kattıda yine nelergedir gayip bulattı. Egillerinin paranga düşüp ketkinini bilgen ulaqlar erinçeklik bilen asta qadam elip ilgirilaydi. Egiz asmanda qurg'uy qanotlarini yeyip parvoz qilmoqda edi. Ömer Maddah qiladigan gapini izlayotgandek xiyolga tushib qoldi. Tehi ikki mazarning xosiyatlarini so'zladilar. Ya'ni ikki mazar to'g'risidagi gaplar qoldi. Elixonning kun chiqish shimoliy burchida Qosh daryosida bir mashhur ekin bor. Deb gap boshladi. Osmon uloqchining boyamqi maqtashlaridan ruhiy ko'tarilgan Ömer Maddah yuqori ovozda. O hayvatli tog'lar tor qismlardan o'tib, Eli daryosiga berib qo'shiladigan bosh ekin. Ana shu Qosh daryosining bo'yidagi Obral teg'ining taskay etikida büyük barasıllık içinde bir kabra ün-tünsiz sükut qilib yotadi. Bu Çingiz Xonning 10. nevrisi Sultan Uvays Xonning maziri bo'ladi. Sultan Uvays Xon buningdan taxminan 500 yillar ilgari o'zini xon deb jakarlab, elida Elibaliq davlatini qurgan odam. Uvays degan so'zning ma'nosi qudratlik demak bo'ladi. Sultan Uvays nurg'un janglarni qilib, islom dinining sharqda porlashiga ko'p kuch chiqargan.
Uning butun umri jang dumboqlarining gumburlashlari, otlarning g'azabli kishnashlari ichida o'tgan. Badani dushman tig'laridan qolgan totuqlar bilan to'lgan. Ajal uning beshig'i qancha qitim devaylab kelib ketgan. Qancha qitim raqiblarning qo'liga asirga tushgan. O'z singlisi Maqdum Sulani raqiblarga yotlik qilishga majbur bo'lgan. Shundaqdimi u o'z aqidasi yo'lidan qaytmagan. Oxirida u islom uchun bo'lgan janglarning birida shahid bo'lib, shu yerga dafn qilingan. So'pi ishonlarning ichida Uvaysiyya deb bir tariqat mazhabi bor. Bu so'zning ma'nosi karomat ko'rsatkuchi degan bo'ladi. Shunga So'pi ishonlarmi bu mozorni noiti cho'ng biladi. Mening anglishimga qaraganda, burunlarda Mong'ullarmi bu mozorning oldidan o'tmoqchi bo'lsa, avval otdan tushib, otning chulvurini bo'yniga silib, piyoda o'tadi ekan. Poh, bu noiti katta zotning mozori ekan. Chin Temur Botir haqidagi xalq ichiga tarqalgan rivoyatlarni Sultoni Uvaysning umr tarixidan kelib chiqqan degan gaplar bor. Samat Axon, Chin Temur Botir degan cho'chakni anglaganmi? Anglagan. Dedi Samet, bola vaqtida onasidan anglagan hikoyalarni esiga il. Iliqi qon sho'raydigan jodugar xotin Chin Temur Botirning singlisi Maqdum Sulonning ishkini qirqib, Chin Temur Botir uyida bormi? Kap-kap kichik bo'sug'ida bormi? Tulpar eti eg'ildi bormi? Yana nima edi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi deydigan cho'chakmi? Ha, balli, aqlinga obrin. Taqsir, elidagi 4-mozor, Eli daryosi bo'yidagi Chopchal bozorg'u deyman. Shundaq, u mozorning daryo bilan orliqi birer 100 gazli kelar balkim. Seni u tarafga o'tib boqqanmi? O'tgan. 2-3 yilning oldida shu tarafdan go'rish to'shig'inim esimda. Kishilar Chopchal mozor degan ana shu deb bir gumbazni ko'rsatdi. U yerda qandoq zotlarning, qandoq ulug'larning yotadiganligini menmi so'ramagan ekanman. Osmon Axon, zamona oxiri yaqinlashgan sari mozor mashoyixlarmi yavaşlab ketadi degan gap bor. Shu ulug' mozorning yenidan qo'llarini duoga ko'tarmay, eshaklarini xittabli o'tib ketgan bo'lsalar, ilmi eshaklari putusulmabdi. Duo qildim, taqsir duo qildim. Shunisi kimga duo qilayotganligimni bilmayli duo qildim-da. O'zlari obdanoq tushuntirib qo'yg'aylar. Osmon Axon, rostini aytsam, u mozorda zodi kimning yotadiganligini men toza bilib ketmayman. Bu qatimqi safarimning maqsadimi mana shu mozorning ishon shayxlarini ziyorat qilib, tazkira xotiralarini obdan o'qib, u yerda zodi qaysi ulug' zotning yotadiganligini aniq o'qmoq. Bu mozorning yozilish shaklidanmi nihoyatda qadimiy mozorlikka chiqib turdi. Kishilar uni sili degandek Chopchal mozor deb atishdi ekan. Aytishlariga qaraganda, necha 100 yillarning oldida u yerga zolim bir podshoh hukmronlik qilib, musulmonlarga og'ir zulm solgan ekan. Islom qo'shinlari bu zolim ustiga yurish qilib, Nag'ra tosh degan yerga kelganda, Nag'ra jang dumboqlarini chopdi. Shuning bilan Eli daryosi yoqasida ikki taraf tutishib shunda qattiq jang bo'libdi-ki, ayyuhan nas, Eli bo'lib munda qattiq yig'iliq bo'lib boqmagan ekan. Oxirida islom qo'shini g'olib kelib, dushmanni chop deb vorqirab qo'g'labdi. Yardorlarni sal bilan daryoning shimoliy qirg'og'iga o'tkazib, u yerdagi qizni qumga ko'mib davolabdi. Shahid bo'lganlarni daryoning janubiy tarafidagi yer ustiga dafn qildi. Mozor ismi Chopchal mozor atalgan ekan. Mozor joylashgan yurt Chopchal deb atalg'achqa, bu mozorning nomi bara-bara Chopchal mozorga o'zgarib ketibdi-dak. Bu mozordagi cho'ng gumbazga shu qatimqi jangning eng cho'ng sarkarisi dafn qilingan ekan. Bu zotning ism sharifi zodi kim? Uning tegi-takti nalik? U kishi zodi qaysi yili, qanday kunlarda vafot bo'lgan degan savollarga har kim har yangi javob berdi ekan. Men Ilxo'ga muzdavom bilan o'tib boqmagan. U tarafga bir yillari yulduz davollari orqali bir martam tushgan edim.
daryoning shimoliy levida rivoyatlarda tilga ilingan hilqi yardirlarni ko'mib saqaytgan qumliq hilmi bor ekan. Odamlar u yerni qum qarishang deb ataydi ekan. Har yili yozda kun qizig'inda u yerga nurg'un odamlar kelib, qumga ko'milib davolanadi ekan. Bu mu ashu mozorning xosiyatidan bo'lsa kerak. Shundoq Osmon Axun, sizlar sol haydaydigan odamlarni ko'rganmi? Ko'mamdigan taqsir, Xudo ishlarimizga o'ng'aylik berib, muzdavondan salomat tushsaklar, shotidan o'tganda yo'l ustidagi qora ko'l degan bir yerga yetib boramiz. Mana shu yerdan boshlab daryoda eqib ketib borgan sollarni ko'rib turamiz. Bu solchi deganlar alomat qo'rqinsiz odamlar. Quchoq yetmaydigan yo'g'on qarg'a yog'ochlarini burnidan teshib cho'lak o'tkazib, suvda laylatib ketaverdi. Ha, balli, biladiganlar. Lekin Osmon Axun, sening ko'zlariga u sol degan nihoyatmi yavash laylab ketayotganda ko'ringan bilan solchilikni bak xatiri bor eshitaydi. Daryoning tuvan tarafida tor jilg'a, bir-biridan yo'g'on toshlar, dahshatli qaynamlar ko'pgan. Bu yerlardan o'tkicha solchilarning salomat o'tgini o'tgan. Bo'lmasa, sollari toshlarga urilib, chuvilib, o'ligi shu yerda qoladi ekan. Shundoq, bu gaplarni menmi ko'p anglagan, dedi Osmon Uloqchi. Solchilar to'g'risida gap chiqivdi, Samatmu diqqat qilib quloq solishga boshladi. Yamato degan yani sizlar uloqchilar obdan bilisizlar. Qosh, tekas, ko'nas daryolari shu yerga kelganda bir-biriga qo'shilib, cho'ng eqin bo'lib, Eli daryosi deb ataladi. Hozir qandoq bilmadim. Men o'tgan chog'larda u yerda xeyli cho'ng bir bozor bor ekan. Daryoda kema mang'at ekan. Daryoning ikki qirg'og'ida kemadan o'tishni saqlab, ot harva odamlar to'plashib turib ketishar ekan. Daryo bo'yi yo'lovchilar tushadigan dam, oshxona, do'konlar bilan ovatgan. Ashu Yamato bilan Chapchal mozorning orliqi ancha yiroqmi emas. Solchilar heliqi mushkul yerlardan salomat o'tib, Yamatoga yetib kelganda Xudoga shukr. Endi sol bilan jinimiz o'zimizga tava bo'ldi deyishdi ekan. Chapchal mozorning udulig'i kelganda paloqlarini tashlab, qo'llarini duoga ko'tarib, o'zlarini bu yerga salomat yetkazganligiga shukr aytib, Chapchal mozorda yotgan ulug'larning ruhidan o'zlariga madad tilaydi ekan. Bo'lmasa, kelar navbat sol bilan manganda cho'qim bir xiyim xatarga uchraydi ekan. Biz faqat qiyosni qila olamiz xolos. Do'st. Quvon azna yana mugdab uyg'ongandek tuyuqsiz varqiravatdi. Varqirgan ovozni anglab, uloqlar cho'chib, ittik mengib ketishdi. Ömer Madahqa do'st tartib berib yurib, Quvon azmiga odatdagi chaqladimi shundoq varqirab turish odat bo'lib qolgan edi. U ba'zida bozorda ketib borgan bo'lsa, Montepes ustamning yopirim deb varqirab qosqonni ko'targanini anglasimi, ixtiyorsiz do'st deb varqirib etib qoladi. Kechasi uxlayotgan chaqlarida uyning yenidan birasi qattiqroq ovozda naqshi to'lab o'tib qolsa-mu, tushaykat do'st tartadi. U Ömer Madahning dabdabilik gap so'zlarining yuqori to'van intonasiyasi va urg'ulariga qarabla qayerda do'st tortish kerakligini tabiiy his qiladi. Amaliyati bo'lsa, Ömer Madah so'zlayotgan jonona qissалarining mazmuni, voqealiklari uning quliqiga ancha kiribmi ketmaydi. Uning xiyolidan bo'lsa, qaysi bir yo'lda uchrashgan turkanchilik xotinning to'lg'inib menishlari, qaysi bir bozordagi cho'kanning uningga chun partisini qo'yib qo'yib qarashlari neri ketmaydi. Shundoq bo'lishiga qaramay, u Ömer Madah uchun kim bo'lsa bo'lmaydigan odam edi. Quvon uning yirik yaqin ishlariga yugurib yurib xizmatini qiladi. Madahlik so'rinlarni tuzishiga yordamlashadi. Bu xizmatlari uchun u Ömer Madahdan biror qitim haq talab qilib boqqan emas edi. Uning bu Madahqa alohida aqidasi bor edi. Uningga agishib to'xtamay mengib, yangi yurtlarni ko'rganiga xush edi. U yerlarda yana yiliqidek ruxsarni xilpal ko'rsatib qo'yib, yurakka o't yoqadigan yangi sohib jamollar uchrab turadi.
Seni ezgimge okşatmay, ey okşatmay. Miyarimga bir necha kun bo'lib bir dodo chiqilib tex yo'qmayapti desa. Men hozir nagmandim desam, men hozir chiniqmandim. Men chiniqmag'ini bir oydan esib ketdi. Oldin qitim chiniqqan vaqtim 1,5 oy oldi o'layman. Egirlik ko'tirman deb bilimni azroq saqlantirib olib, bir oydak bo'ldi chiniqmag'anga. Hozir shu. Endi asta başlamasam chiniqishlarni balki shu samirib qo'saqlarim chiqatdi. Shu hozir chiniqmandim. Chiniqishdan burun boshda bir tamoq yeyib, qo'saqni to'yg'izib, anandan chiniqishga bormas. Unda bo'lsa katta. Ko'rdinglarmi? Manda maza var. 3-chi oyda o qayg'yapti Stockholmda. Qaytadan qish o'tib ketdi, ko'rganinglardek. Maqolani ko'rdinglarmi? Muşu her yıl 3-chi ay kelsa, muşu bir aşk yaptı, muşunda dehşet ısıp ketdi va yaz yaptı deb turishingizga, muşunda tuyuqsiz temperatur degandan tushib qolgandan yig'ib muşunda olib ketdi, yana qaytadan qish bo'lib. Ko'rdingizmi havoning satligini? Bugün 0'dan tuvan 8 gradus. Resmi soğuktu. Qayıqıştı başladı mana. Ben nimtamaq yesem bula. Muşu bir baş ağrıqı nimtamaq yeyish. Bir yer Uygurcha aşqallar bo'lmagan ekan, o'zinglar bilsizlar. Arablarninki, Libanonliklarninki, kabab sürüklarninki yap chiqatdimiz to'yib rasmiy yig'imiz kelmaydi. Shu nimtamaq yeyishingizni bilmaysizlar shundoq. Aldığımızda yeni bir peyz dükkan var, Grandpa dep. Onun yeni bir gül dükkan var, onun yeni bir kahvehan var. En peyz yerler. Biz aydınlatkan şu etraf olsa, Stockholm'daki Södermalm degen tarafları, saplı yaşlar, cık kildiğen peyz dükkanlar var. Deyimiz hipster area demdik. Aslında yerleri Stockholm'daki. Kesinlikle taraflarını ayrılığınlar çok olun. Biz mana çıkıp aynımız Grandpa diyen dükkanına çıkıyor. Bu magazini geçip şuraya bakayım. Ma yazdık çok ayladım. Ma ben de bana aldım kızıla ağantım ben. Yazdık edğanga. Ma iqlim chiroyliqga az serig'i bilan. Mana umaq qildi. Ma taqsirim payizga. Mani motepe qilmoqchi. Deprayma nimligini sham qo'ydigan. Ma o'tirg'i sham qo'ydi. Sham qo'yg'ish. Ma yozliq mayk chiroyliqga. Axir tamoq yeyib keldim. Yegan tamoqim bo'lsa, falafel bilan halloumi.
Bugün 3. ayının 24. günü. Bugün vlogumga yana azraq mazmunlarni qatay deb sirtqi video tatqin chiqqandim, ammo bugun bek shamol. Shunlashqa dengiz bo'ylariga borsam, qattiqliqi shamol urib maka qilsam, gaplarim tuzak anglanmadi-chu. Ko'rganinglardek 3. ayning 5-ida tatgan videolarim bilan hozir cho'ng farq bor, chunki hozir havolar isib qoldi. Bugun 0 dan yuqori 7-8 gradusga 3. ayning boshlari deganning 0 dan tuvantiga qala yig'ib ashuna bo'lib ketgan. Hozir qala butunlay erib tugidi. Stokholmda yoz kelishga boshladi. Havolar shunday yaxshi, kunlarmi ochiq, kunda oftoblar chiqib degandek shunda bo'lardi. Bir xil odamning kayfiyatimi yaxshi bo'lib qoldi. Bunda kunda kunlar chiqib, havolar yaxshi bo'lsa. 3. aylik vlogimni mana oxiriga kelib qoldi. Ben qalaymiqan tatib ketdim 3. aylik vlogimni. Vaqtim chiqsalar, bekor bo'lsamlar, sirtlarga chiqib vlogi tatdim. Shunlashqa bekliqqa o'xshamaydi. Birisi bilan birisi ulashmagan. Shunda bo'lsa-mu, yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Unda hozir sizlarni meyada bir göçbeşlerini satılan, bunda bir bazar bulunğan bir yada işe aylantıp çıqay. Na fundo de boa alma, botei segredo guardado. Ele é confissão que boca crê fazer. Dentro de vos olhos já me descobri esse amor que te atormentou por causa de capricho. Na fundo de boa alma botei segredo guardado. Ele é confissão que boca crê fazer. Dentro de vos olhos já me descobri esse amor que te atormentou por causa de capricho. Se o amor é puro, te responder com o mesmo amor que é para aliviar o sofrimento que tá tocado de vida. Tá fazer tudo para construir essa felicidade, para vou acreditar na minha lealdade, para dignificar esse amor. Se o amor é puro, tá responder com o mesmo amor que é para aliviar o sofrimento que tá tocado de vida. Tá fazer tudo para construir essa felicidade, para vou acreditar na minha lealdade, para dignificar esse amor. Alma, botei segredo guardado. Ele é confissão que boca crê fazer. Dentro de vos olhos já me descobri esse amor que te atormentou por causa de capricho. Na fundo de boa alma botei segredo guardado. Ele é confissão que boca crê fazer. Dentro de vos olhos
Já me descobri esse amor que te atormentou por causa de capricho. standing alone without a dream in my heart.
without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my